Yunusobod 11-kvartaldan Novostroyka Comfort House'dan 4 xonali uyimiz chiqyapti. 4 xona, 4-etaj, 10 etajning davomimizda bo'ladi. Shuni obzorga kelganmiz. Bu yog'imizda podyezddan asosiy kirish eshigimiz bo'lyapti. Yurtkalarimiz chap qo'limizda sanuzimiz submishonli bo'lyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Dushovoylarni qilib qo'yishibdi. Bu yoqdan yurib kelar ekanmiz. Bu yog'imizda ham oshxona, ham zal bo'lyapti butimizda. Mana butimizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Katta keng qilingan. Bu yog'imizda mana oshxona zonamiz bo'lyapti. Uyimizda yangi Yevroremontdan chiqqan. O'ng qo'limizda detskiy xonamiz bo'lyapti. Mana detskiysini ham ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli katta keng qilib qo'yishibdi. Bu yoqda garderobning joy ham qoldirib ketishgan mana. Uyimizdan uy maydoni 84 kvadrat. Chap qo'limizda bu yog'imizda zalimiz bo'lyapti. Mana zalni ham katta keng qilingan ekan. Xohlasanglar zal kerak emas desanglar, bu yoqni spalniy qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Yog'imizda spalniy xonamiz bo'lyapti. Mana spalniysi ham katta keng. O'zining bu yoqda balkoni ham bor. Hop, bu uyimizdan umuman 84 kvadrat, narxini 129 ming deb so'rashyapti. Yana sunnatiga ozgina o'tib bergan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.